Ya Allah Teala. Yurt o'zani tinch qilgin. Amin. Hamma yurt tinch bo'lsin. Xonadonlarimiz obod bo'lsin, tinch bo'lsin. Hammamiz o'ylagan niyatimizni Alloh bersin. Hammanglarning taninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. O'ylagan niyatinglarga yetinglar. O'ylanmaganlarga yaxshi joylarda ato qilsin. Bayramlarimiz muborak bo'lsin. Hamisha hammaning uyida, xonadonida bayram bo'lsin. Yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shunaqa qilib bizlarni bayram bilan tabriklab kelsalar, omadinglarni bersin. Hamisha omad yor bo'lsin. Birlamadadkor bo'lsin. Yurtimizni tinchligi abadiy bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Bizlar uchun mana shunaqa kunlarni bag'ishlab, atab, o'zini jonini fido qilgan, o'tib ketgan buvalarimizni, front orqada mehnat qilgan buvalarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qolganlarni salomat qilsin. Yoshlarga insof bersin, qarilarga iymon bersin. Hamisha yaxshi kunlarda xizmat qilib yurishni Alloh hammanglarga nasib qilsin. Allohu akbar.